Assalomu alaykum. YouTube, Instagram, TikTok platformalaridan kuzatuvchi bizani qadrdon podpishchilarimiz va uzoq yaqinda musofirdan kuzatayotgan yor birodarlarimizga bu videoni salomimizni yetkazib qo'yinglar. Bu videomizni qilishimizdan maqsad bizda 2018-yildan 2025-yilgacha bo'lgan jamiki JM ishlab chiqarilgan hamma mashinalarimiz bor. Bu videoni qilishdan maqsad o'zingizlarni eski haydab yurgan Tico, Matiz, Nexia 1, Nexia 2, Lacetti, misol uchun Lacetti Cruze, yana qanaqa misol tariqasida mana bunaqa mashinalarni olib qoldik. Lada Vesta, misol uchun Lada Extra, misol uchun o'zingizlarni haydab yurgan eski mashinalar, mana Niva'ni ham ko'rsating. Niva'ni ham olib qoldik, misol uchun bosh to'loviga hisoblagan holatda. O'shanga o'xshab eski mashinalarni olib kelsanglar, mashinaga alishtirib, yili balonni alishtirib, misol uchun mashina qilib berish imkoniyatimiz ham bor. Yo bo'lmasa, misol tariqasida mana shu Niva'ning egasi menga pul kerak dedi, sotib ketaman, mashina olmayman dedi. Bizning yonimizda bozor yaqin. Misol tariqasida mana bugun shanba, ertaga shanba, indinga yakshanba, mashina bozorda mashinalar sotiladigan kuni men aytmoqchiman, sotib ketaman dedi va o'shanga o'xshab naqd pulga kelishdik, naqd pulga sotib oldik. Shunga o'xshab men aytmoqchi bo'lganim, bu videomizni o'zingizlarni qaysi viloyatdan kuzatasizlar, qaysi joydan kuzatishingizdan qat'iy nazar elparvar JM Avto kreditga olib kelsanglar, manzilimizda Sergeli mashina bozoriga yetmasdan chap qo'lda shu metan zapravka bilan benzin zapravkani yonida chiqib urishida shunda bizning joyimiz, o'z plakatlarimizga qo'yilgan, afishalarimizga qo'yilgan. Xullas olib kelsanglar mashinanglarni qaysi viloyat, qaysi tumandan kuzatayotgan bo'lsangiz farqi, o'zingizlar eski mashinalarni olib kelsanglar naqd pulga sotib olish imkoniyatimiz ham bor. Xohlasanglar bosh to'lovga hisoblab olib qoling, xohlasanglar bosh to'lovga hisoblab zdachisi bo'lsa, masalan, qaytarib olish imkoniyati ham bor. Xullas mashinaga aloqador, o'zimizning JM Avto mashinalariga aloqador любой mashinani olamiz ham, sotamiz ham. O'zingizlarni qiynalib yurgan, misol uchun mashinasini sota olmay o'rtog'inglar yo bo'lmasa tanishinglar bo'ladigan bo'lsa, bu videoni jo'natsanglar, opisiyaga nomerni qo'yamiz. Bemalol kelishsa, shu videoni ko'rib kelishsa, imini o'zimga uchrashsa, o'zim shu yerda rahbariman, elparvar kelsa, o'zim gaplashib, iminni ko'rsatgan joyidan, bozordan 100-200 dollar baloniga olaman. Lekin yana shu videoni ko'rib keldim deb, misol tariqasida 5000 lik mashinasini kelib elparvarda balonroq olargani 6000 olmaysizmi deydi. Lekin shuni bilinglarki, misol tariqasida biza birovlarga o'xshab chiqib, foydasi kerak emas, u bu demaydi. Foyda bo'lmasa, hech kim hech qayerga qo'zg'almaydi. Любой odam misol uchun foydasiz ishlamaydi. Foyda qo'yib sotamiz, nisbatan boshqalarga nisbatan sal kamroq qo'yib, misol uchun xalqqa o'ylagan holatda sotamiz. Va yana shuni aytib o'taman, boshqalarga nisbatan kamroq foyda qolsa ham qimmatroq hisoblab olib qolaman mashina. Xohlasanglar bu videoni saqlanib qilib qo'yib, любой o'zingizlarning mashinanglarni любой joyga olib boringlar. Olib borib kelgan holatda menga olib kelib uchrasanglar, o'sha uchrashgan joyingizdan kerak bo'lsa balonroq narxga olib qolaman. Xullas, bizda Nexia, Gentra, Cobalt, Captiva, Tracker 1, Tracker 2, misol tariqasida Malibu, mana shunaqa mashinalar bor. Bosh to'lovlariga keladigan bo'lsa, bosh to'lovlari 700 dollardan 3000 dollargacha bosh to'lov. Mashinaning holatiga, yiliga qarab. Oylik to'lovlariga keladigan bo'lsak, oylik to'lovlari 1.800.000 so'mdan boshlanadi. Mashinasiga qarab 1.800.000 so'mdan boshlanadi. 6.800.000 gacha eng baland kattaroq mashinalar. Bu degani misol tariqasida maslaga uchun turib, mana Damas oylik to'lov 1.800.000 so'mdan chiqadi. Bosh to'lov 1.200 so'm. Mana bu Lada X-Ray 2019-yilda ishlab chiqarilgan mexanika gazlari bor. Buni bosh to'lovi yo'q. Bosh to'lovi yo'q shu mashinamizda. Faqat pera оформлениyaga o'zingizlar nomingizga o'tkazib olishga pul olib kelsanglar, oylik to'lovlari 2 million so'mdan chiqadi. Shunga o'xshab men aytmoqchiman, kimgadir bu videomizga manfaatli bo'lib, kimgadir foydamiz tegsa, biz o'shandan xursandmiz. Xullas, bu videomizni saqlanib qo'yinglar, kommentariyada o'zingizlarning fikringizni yozinglar va imkon qadar yuborib qo'yinglar. Elparvar har doim sizlar bilan. Sog' bo'lasizlar.